Eksimizden devamını anlayışla hürmetlik vatandaşım. 5. Amerika sabık Sovetlerinin Cungu'yu yadro ucum kozgışını tosip kaldı. 1969 yılı 3. ayda Cungu Sovet iki devlet armiyaları o'ttirishida Damanski aralida 3. qitim harbiy to'qinish yuz berdi. Balki shu 1962 yılı bizning daimiz Ahmetcan Qasimini Sovetlar hukumati Xruşov Cungu'ga o'tkazib berganda buning badaliga Cungu'dan algan aralmış Damanski aralı bo'lishi kerak deb o'ylayman. Endi bu fakt yo'q, lekin shunday o'ylayman. İki devlet armiyalı o'ttirishida Damanski aralida 3. qitim harbiy to'qinish yuz berdi. Sabık Sovetlar rahbarlik qatlami kuchlik inkas qaytarib, Sovetlar rahbarlik qatlamidagi qattiq qo'llab, Sovetlarning Iroq Sharq rayonidagi raketa bazasidan Cungu'ga qarshi o'tir masofalik 1 necha million tonnalik portlash kuchiga ega yadro o'q beshi saplab, Cungu'ning harbiy aslahalari siyosiy markazlariga, shaharlari qatorliq nishonlarga yadro quroli bilan hujum qilib, tashqi operatsiya qilishni tashabbus qildi. 1969 yılı şu vaqtki sabık Sovetlar hakimiyeti, yani rahbarlik qatlami Cungu'ga tashqi operatsiya, yani yadro qurollari bilan hujum qilishni tashabbus qildi. 1969 yılı 8. ayının 20. günü sabık Sovetlarning Amerika Qo'shma Shtatlari turishliq bosh elchisi, Qo'shimcha Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq vakili Dobrnin Washingtonda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining davlat bexatarligi bo'yicha yordamchisini jiddiy chaqirib ko'rishib, Sovetlarning Cungu'ga yadro urushi qo'zg'aydigan planini uqtirdi ve Amerika'nın fikir berishini talab qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati jiddiyleşib ketdi. Cungu'ga ogohlantirish uqtirishi berib qo'yishni qaror qildi. Sabık Sovetlarning qarshi turishining darajasini tuvallatish uchun niqoblangan yoki niqoblab turib axborot shaklidagi yuqori xabarni oshkorladi. 1969 yılı 8. ayının 8. günü bir parça xabar Washington Yulduz gazetida ko'z tashlanib turadigan Titon'da e'lon qilindi. 1969 8. ayının 28. günü bir parça xabar Washington Yulduz gazetida ko'z tashlanib turadigan Titon'da e'lon qilindi. Xabarga Sovetlar ittifoqi Cungu'ga tashqi operatsiya qilish shaklida yadro qurollari bilan zarb bermoqchi deb mavzu qo'yildi. Shu vaqtda Cungu e'lon qilgan taxtlar chaplangan suratli shuarlarning mazmuni nimada? Diqqatda, Amerika Cungu'ni qo'g'dayotdi. Lekin shu vaqtda ishki jihati Cungu'ning taxtlariga, shuar taxtlariga chaplangan shuarlarning mazmuni nimada? Diqqat vatandoshim, Turan apandi diqqat. Chaplangan suratlarning mazmuni mundaq edi. Butun dunyo xalqi ittifoqlashayli. Amerika jahongirligini yo'qotayli. Sovet revizionistlarini yo'qotayli. Her qaysi davlatlar aksiyatchilarni yo'qotayli. Her qaysi davlatlar aksiyatchilarini yo'qotayli deb yozilgan edi. Amerika Cungu'ni qutqizib qilishning g'amini qilayotgan mushu paytda Cungu bo'lsa Amerikani yo'qotishning g'amini qilayotadi. Bu suratli xabarga, suratli xabardagi shu vaqtgi shuarlarni tarjima qildim Turan apandi. Davomini anglang. Orqada Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Sovetlar hukumatiga mundaq ko'rsatdi. Agar bir dana raketa Sovetlar ittifoqi chegarasidan ayriladi ekan, Amerika Qo'shma Shtatlari 3. dunyo urushi qo'zg'aldi deb hisoblaydi. Sovetlar ittifoqining barliq shaharlari Amerikaning yadro qurollari bilan zarb beradigan doirasi ichida bo'ladi. Demak, sen Amerika nima Sovetlar ittifoqi bir raketani Cungu'ga qartib qo'yib berdi ekansan. U vaqtda nima deydi Amerika Qo'shma Shtatlari? Agar bir dana raketa Sovetlar ittifoqi chegarasidan ayriladi ekan, Amerika Qo'shma Shtatlari 3. dunyo urushi qo'zg'aldi deb hisoblaydi. Sovetlar ittifoqining barliq shaharlari Amerikaning yadro qurollari bilan zarb beradigan nishon ichida bo'ladi. Demak, sen bir raketani Cungu'ga qarshi qo'yib bersang, mening raketarim san qo'yib beriladi demakchimi?
6. Amerika Jungo'nun ıslahat ekibeti siyasını qolladı. 1979 yılı Deng Xiaoping Amerika'nı ziyaret kıldı. Amerika'nın yetakçılığı astida her qaysi devletler Jungo bilen diplomatik münasebet ornattı. Jungo 3. qatimliq texniki inqilabının faydasını görgen devlet bulup qaldı. Taşqır dünyanın Jungolukta bergen ta'siri maddi qatlandılı bulup qalmay, demokratiya, qanun bilen başquruş, kishilik huquq, hökumatni cheklash qatorliq iddialar Jungolukni ilhamga ega qildi. Bir yangi umidni ko'rgandek bo'ldi. 7. Amerika Jungo'nun Dünya Soğut Teşkilatı kirishini qo'lladı. 2000 yılı Amerika Devlet Meclisi normalli sodada ebedi itibar berish qonunini ma'qulladı. 2001 yılı kuchga ega bo'ldi. Jungo bozorini echib etishga va'da berdi. Jungo dünya bozoriga ega bo'ldi. İnternet Jungoga kirib keldi. Hollywoodning kinolari Jungo bozoriga kirishga boshladi. Jungo dunyoning savdoga aylandi. Demek, baştan tatip ahırgıça Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoga mana shunday yordam qildi. Amerika Jungo munosabatining mingdan bir qismi, mingdan bir parchasi bu apandalar. Ayni vaqt 40-yillardagi Moskvada turishliq bosh elchi Hariman, Chongchong Gomindan hukumat turishliq bosh elchi Xirli, Ikkinchi dunyo urushi mezgilida nima ishlarni qildi, Jungo qanday yordamlarni berdi. Bir kuni tarix buni isbotlaydi. John Garver apandi Amerikalik raqiblar va ittifoqdoshlar degan kitobda buning qismini yozdi. Endi kelaylik. Tuni günlerden bir xabar keldi. Bu xabardan kelar qatim leksiyamizda tayyorlaymiz. Bu xabar nima deyildi? Xitoy hukumati Sharq Shimoliy 41 belgilik raketani Sharq Shimolga yoki Manjuriyaga o'rinlashtirdi deydi. Sovet İttifaqı yoki Rossiyaning Sovet İttifaqı tugadi. Hozirgi Rossiyaning matbuotlari orqali Jungo nima degizdi bu xabar to'g'risida? Bu raketa Amerikaga to'g'rilandi deydi. Ben sizlarga leksiyada so'zildim. Amerikaning bir ilm nopuzi Philippines, Paris, Beijingga borganda 1-oyning 14 kuni, 1-oyning 15 kuni Xitoy hukumati dal mushu raketani 41 bargillik Sharq Shimoliy raketasini Uyg'urning Taklamakani Charcha viloyatiga qo'yib berdi. Sinaq qildi. Şu vaqtda Prezident Trump vazifaga o'tash murosimi o'tkazishga 5 kun qolgan vaqt edi. Kimga popuzi ishlatmoqchi? Jungoliklar sizlar, biz shunday savol qo'yaylik. Lekin yenib kelib shunday deylikki, ayni vaqtda Prezident Nixon, rahmatli Prezident Nixon vazifa o'tayotgan mezgillarda sobiq Sovetlar Jungoga tashqi operatsiya qilaman, men raketa bilan hujum qilaman desa, Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati nima uchun to'sib qolgan bo'lg'iydi vatandoshim? Bugün endi biz ko'ryapmiz, Xitoy raketani Sharq Shimol Manjuriyaga o'rinlashtirib, Amerikaga qaratyapti-ku. Vatandoshlarım, ayni vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlari uchun nimalarni o'ylagan bo'lg'iydi? Dunyo tinchligini o'ylagan bo'g'imidi? Yoki Jungodagi 1 milliard nopusning halok bo'lishidan ansiragan bo'g'imidi? Yoki shu dunyo urushining qo'zg'ilishidan ansiragan bo'lg'imidi? Lekin tagi-tagini aytgan Amerikalikning insonparvarligi balki buni yo'l qo'ymagan bo'lishi mumkin. Bugun qarang. Biz bu da tayyorlaymiz leksiyani bugun qarang. Xitoy 41 Sharq Shimoliy belgilik raketani Jungoning Sharq Shimoliy yoki Manjuriyaga ekilib o'rinlashtirib, Rossiyaning matbuotlari orqali nima deydi? Biz bu raketani Amerikaga to'g'rildik deydi. Önümüzdeki mehmon Beijing yetib kelgan kun 1-oyning 14 kuni bu raketani bizning vatanimiz Uyg'ur Sharq Turkiston, Uyg'uristonning Charcha viloyatiga to'g'rilab turib, bombani shu yoqqa qo'yib, shu yerda sinaq qil. Bu orqali kimga popuzi ishlatmoqchi? Navbatdagi Prezident Trump apandiga popuzi ishlatmoqchimi? Bir Jungo siyosati masalasida popuzi ishlatamdi. Savdo urushi masalasida popuzi ishlatamdi. Yoki Prezident Trump Jungo bilan Amerika o'rtasida saqlanayotgan masalalarni oshkorlab, bir ko'tarib chiqishdan ansirayotgandi. Buni bilmaymiz. 25-kundan boshlab hozir Xitoyning demokratlari boshqarayotgan to'rbatlarimi Amerika hujum qilishga boshladi. Xitoyning bir oyoq to'san, hozir to'rbatlarimi Amerika hujum qilishga boshladi. Demak, Xitoyda bir o'zgarish bo'lyapti degan gap. Biz bu leksiyalarni keyingi vaqt to'g'rilaymiz. Vatandoshlarim, ish mana shu yerda. Prezident Nixon ayni chaqda Xitoyni halokatdan to'sib qoldi, halok bo'lishdan to'sib qoldi. Rossiyaga yuqorqidek yoki Sovetlarga yuqorqidek javob berdi. Bugun dal shu Nixon prezident hukumati qutqizib qolgan Jungo hukumati o'zining Sharq Shimoliga yoki bizning tilimizdagi Manjuriyaga Amerika qarshi qo'yib beradigan raketa bazasini qurib chiqdi.